aptekada sizlarda ham shunaqami? O'zingizlarga kerak bo'lgan dori doim arzon turadi. 5700 so'm. Ha? 3200 so'm. 7600 so'm. Uy oila a'zolaringizdan kimgadir kerak bo'lib qoldi dori, siraz narxi 950 ming so'm. 1,800,000 so'm. Bu dori ichsa unga puling yetmaydi, qashshoq bor, tayyorgarligingni ko'r. Menimcha aptekachi atayin qilsa kerak bor-ku. Shuni dorini oladi, xotiniga oladi baribir. Qarang, sabzi tayyor bo'lganda uni biz yerdan, qumdan kavlab olamiz, to'g'rimi? Endi buni qishga asrab qo'yish kerak. Qanday asraymiz desa, yerga ko'mamiz yana qaytadan. Yaramas kirar ekansan, turaver o'sha yerda. Mana bu sholg'om qachongacha o'zini kartochkadek tutadi, ha? Kimdir aytadimi unga yo'qmi sezilib qolayotganligini? Bo'ladi. Chunki ularning menyusi ham takoy Boburnamaga o'xshaydi. Boburnoma va menyu ana shunaqa ikkalasi bir xil. Shunaqa restoranga kirgan vaqtimda birinchi qiladigan ishim bu menyuni ochib o'zim tanish ovqatni qidirishni boshlayman. Non bering. Yondirib qo'yadi ular ham. Sizga qanaqa non? Afgan non, assorti non, oq non, qora non. Non bering, prosto non. Gamdan beri nos chekadi. Doim 50 so'm pul berardi, pastga tushib, nos olib chiqib berardim. Bir kun kechqurun, ya'ni pul berdi, pastga tushdim, dada noschilar yo'q, ketib qopti, nos qolmagan. Dadam mayli dedi, yaqa yurdi. Yaqa yurdi. Xumor tutyapti-da endi. Oxiri katta akam oldiga keldi, akam nos chekadi. Jamshid, nosingdan ber-da. Qaysi odam chiqib berdi? Bo'ldi, dadam, marhamat deb. Jamshid, nosingdan ber dedi. Dada, nima deyapsiz? Men nos chekmayman. Jamshid. Men seni urishmoqchi emasman, shunchaki nosingdan ber-da. Dada, kim aytdi? Men nos chekmayman, dada, nimalar deyapsiz? Jamshid. Nosingni ber. Nos chekmayman, dada. Keyin dadam aytdi, hozir qidiraman, topaman. Men o'yladim, "Всё, akamni haydab yuboradi endi. Kurtkasi menga." Oyoq kiyimini ikkinchi akam oladi. Va nihoyat men balkonda yotmayman endi. Bilasizmi dada nima dedi? Jamshid, hozir qidiraman, topaman. Senga bermayman dedi, bo'ldi. Nos chekadiganlar biladi. Birontasini qiynamoqchimisan, shunchaki nosini olib qo'y, tamom. O'zi bilan o'zi qiynalib beradi.